vaqtda hammamiz ishga tushiraverganmiz bitirib. Burchaklar 45 gradusda. Sushulkalar ham akkuratni, orqasidagi teshiklari ko'rinmagan. Avariyni trap. Kotelni zonaning tagiga latok qilganmiz. Chiroyli ko'rinish uchun dekorativni qilganmiz. Yerlar ham 45 gradusda. Hammasi. Mana yana 45. Yumaloq chetga turibdi. Kirganimizda qo'lda rakvinalarni ham chiroyli qilib ustanovka qilib berganmiz. Yonadigan rakvina. Oynalar. Bu yerga tahorat zona qilganmiz. Traplari pon olmushtalik va bu yerimiz dushovoy zona. 120 lik kafilda seli qo'yib o'rganmiz, xonamiz katta bo'lgani uchun.